Sizlar mana bu qo'limizdagi paxtadan bo'lgan sochiq. Mana bugungi kunda bu mana yozning kunida hamma hoji dada hoji onalarimiz terlaganda bemalol yuzlarini, qo'llarini artib, ishlatib, yana yuvib, yayib qo'ysa, yana ishlasa bo'laveradigan narsa. Bu qanaqa bo'ladi desa, bu mana o'zi asli mashincha bo'ladi. Mana bu bir pachkada 22 dona bo'ladi. Bir donasi 5000 so'm buni. Endi bu bunaqa bo'lishligi uchun mana shunday yetamiz. Mana o'zi qattiq narsa bo'ladi bu. Lekin istakanda mana oddiy suv, oddiy mana gran suvga mana shunday tekkizamiz bu yog'ini. Shuni aylantirib mana bu yog'ini tekkizamiz. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Bu mana katta bir sochiqqa, qo'l sochiqqa aylanib qoladi mana. Tabiiy 100% paxtadan bo'lgan, bemalol umraga ketayotganlar, kelayotganlar, mashina yurgan hoji aka, hoji onalar mana o'tirishlarda bugun odamlar terlab ketyapti. Bemalol mana yuzlarini artib, ishlatib, bemalol yana uyga kelganda yuvib siqib qo'ysa, yana ishlatsa bo'laveradi. Hech narsa bo'lmaydi, paxta. Bir donasi 5000 so'm. Ro'molchamiz 10000 so'm bo'lyapti. Bemalol mana olaman deganlar Burchakda, Uyg'urobod bozorda bu betda do'konimiz mana bemalol kelishlari mumkin. Bo'lmasa telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqsanglar, mana katta ro'molchalar mana. Bu eng zo'ri terni artgani, qo'limizdagi ovqatlangandan keyingi dog'larni artgani yaxshi. Keyin ishlatib olib siqib qo'yamiz. Yana bemalol shunaqa oqarib qolaveradi, dog' ushamaydi, xudo xolasa maza qilib ishlatasizlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaveringlar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz.